Assalomu alaykum qadrdonlar. Sizlar bilan men bugungi ariz afsonalarida juda kutilmagan voqea sodir bo'ldi. Bizning oq jentra dahshatli dovulga duch keldi. Hozir hammasini birgalikda ko'ramiz. Tayyor bo'lsangiz ketdik. Nimalar bo'lyapti? Havo juda buzilib ketdi-ku. Vau, bu shunchaki shamol emas, bu haqiqiy dovul. Hamma mashinalar qochib ketdi, men esa yo'lda qoldim. Ey Mateys, qoch tezroq, hozir seni uchirib ketadi. Yo'q Ginger, o'zim kichkina bo'lsam ham uchmayman. Bu dahshat, daraxtlar uchib ketyapti-ku. Chida Jentra, sen baribir afsonasan, taslim bo'lma. Chida Jentra, sen baribir afsonasan, taslim bo'lma. Chida. Dovul meni ko'tarib ketmoqchi, og'irlikni bosish kerak. Xayriyat, dovul o'tib ketganga o'xshaydi, biz omon qoldik. Ko'rdinglarmi, men hatto tabiatga ham bo'yin egmayman. Ko'rdinglarmi, jentra bar afsona. Tabiat ofati ham uni to'xtata olmadi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sarguzashtlarda ko'rishguncha sizlar bilan garaj afsonalari edi. Xayr.